Juda ham ko'p talablarga binoan bugungi videoda o'zimni achitqili non retseptim bilan bo'lishaman va undan mazali tost tayyorlaymiz. Aniq retsept va tayyorlanish etaplarini video opisaniyasida yozib qoldiraman. Achitqini tayyorlash videosi bo'lsa, aktual storieslarimda bor. Achitqili nonni juda ham ko'p afzalliklari bor. Bunaqa non tez hazm bo'ladi, oshqozon faoliyatini yaxshilaydi, qondagi shakar miqdorini normallashtiradi, boshqa nonlarga qaraganda uzoqroq saqlanadi va tez mog'orlamaydi va albatta o'ziga xos hid va mazaga ega bo'ladi. Men bu nonni bug'doy va javdar unidan tayyorlayman. Xamiri qorilishidan non pishib chiqqunigacha bir kun vaqtim ketadi, lekin ishonavering, natija ham shunga yarasha bo'ladi. Bunaqa nonni uy sharoitida pishirish uchun bizga maxsus chugun qozon kerak bo'ladi. Uni C5 da joylashgan Kitek do'konidan topsangiz bo'ladi. Bu do'konda Kela brendining xilma-xil qozonlari sotiladi. O'zingizga yoqqan hajm va rangdagi qozonlarni tanlab olsangiz bo'ladi. Men o'zimga qizil rangli kattasidan xarid qildim. O'ylaymanki, keyinchalik bu qozondan meni nevaralarim ham foydalanishi kerak. Bir kecha xalaznikda oshgan xamirni qizigan qozonga solamiz va qopqog'ini yopib pishirishga yuboramiz. 20 minutdan keyin qopqog'ini ochib qizartirib pishirib olamiz va nonimiz tayyor. Nonni ko'rinishi, kesilayotgandagi ovozi, ichidagi g'ovelari va aromati meni har doim gipnoz qiladi. Men bu nondan pomidor va zaytunli tost tayyorladim. Siz bo'lsa, xohlasangiz sariyog' surib, xohlasangiz sendvich qilib yoki shundoq o'zini yesangiz bo'ladi. Non rostdan ham juda mazali chiqadi. Nonni tayyorlanish haqida batafsil video joylashimni xohlasangiz, Kitek do'koni va meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying va kuzatishda davom eting. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.